Andijon amirining maktubi bilan oyg'oqchilari yetkazgan ma'lumotdan Mirza Ahmad Andijoni vaqasining bosh oxirini oz to'li tushangan Mirza Ulug'bek farmon tushirib Sayyid Ali Olibni Samarqandga keltirdi. Sayyid Ali Olib Samarqand zindonida 1 yilga yaqin tutqunlikda yashadi. Zindondagi nachar muhit, quvvatsiz g'izolar va suygan yoridan ayrilib qolishdan iborat judolik azobi qo'shilib, Sayyid Ali Olibni xeyli o'ptalla holidan ketkizdi. Ko'tiralmasang sangiltib ol degandek, yigit zindonda ish surish kasaliga giribdor bo'lib qolgan edi. Dastlabida zindon begi buningga ancha e'tibor qilib ketmadi. İşçi to'xtamay surganligi uchun Sayyid Ali Olibning badani suvsizlanib, oxiri o'lim girdobiga berib ketdi. Mana shu chaqdala zindon begi tutqunning ahvolini Mirza Ulug'bekka ma'lum qildi. Sayyid Ali Olibning Mo'g'uliston ulusbegining navrisi ekanligini, Mo'g'uliston ulusbegi Xudoydodning bo'lsa, odatdagi o'rda amirlardan emasligini Mirza Ulug'bek obdan biladi. Sayyid Ali Olibni Samarqandga elib kelgan vaqtda Mirza Ulug'bek uni ko'rgan. Go'zalligi butkul Mavara unnahirga pur ketgan bir go'zalni deb shuncha vola uzoq yerdan kelgan bu yigitga ko'nglida qoyil bo'lib qolgan edi. Shu sababdan zindon begiga uni boshqa tutqunlardan ayirib alohida kutishni topilgan edi. Navoda Mirza Ulug'bekning Zaynab bebiga ko'ngli tushib qolmagan bo'lsa edi, uni Sayyid Ali Olibga nikohlab berib, Mo'g'ulistonga qaytirib atgani bo'lar edi. Chunki xon sultonlarda harmidagi ko'ngilsiz chiqib qolgan to'qonlarni qo'l ostidagi amirlarga hadiya qilib o'tadigan qoida bor edi. Agar o'sha yo'l bilan to'qonlarni bartaraf qilib atmasa, haram to'qonlar bilan to'lib ketadi. Chunki har qaysi viloyat oymoqlarning amirlari va o'rda arkonlari xonga pat-pat chiroyli qizlarni sovg'a qilib sadoqat bildirib turadi. Ammo Mirza Ulug'bekning Zaynab bebiga ko'ngli tushib qolgan edi. Shunga Sayyid Ali Olibni zindondan chiqarib o'tishga oldirmadi. Chunki Sayyid Ali Olib zindondan qutulgandan keyin vataniga qaytmay, haramga tegish qilib, suyimlik Zaynab bebini bulab qochish ehtimolini yo'q degili bo'lmaydi. Navoda shundaq voqea yuz berib qolsa, Mirza Ulug'bekning obro'yiga cho'ng nuqson yetadi. Undan boshqa Mirza Ulug'bekning Sayyid Ali Olibni qamoqda tutib turib, Mo'g'uliston saltanatiga o'zining buyuk sultonlik kuch-qudratini namoyish qilish, o'zga al amirlarining tasarrufiga xohlagancha kirib chiqishning oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligini bildirib qo'yish niyatimi bor edi. Albatta, shu kunlarda Mo'g'ulistondan Sayyid Ali Olibning gunohini tilab elchi kelgan bo'lsa, Mirza Ulug'bekdan ko'ngil qo'yib kechirim so'rgan bo'lsa, Sayyid Ali Olibni qamoqdan chiqarib yo'lga silib qo'ygani bo'ladi. Lekin Mo'g'ulistondan faqatla elchi kelmadi. Ular Sayyid Ali Olibni esidan chiqarib qo'yganda qiladi. Mirza Ulug'bek Sayyid Ali Olibning ig'ir kasalga giribdor bo'lib, o'lar holati yotganligidan xabar tepib, zindon begiga xeylilik qo'ydi. Sayyid Ali Olibni zindondan chiqarib, nazarband qilib turib, o'rda teviblarga kesilni amlashni buyurdi. Chunki Navoda Sayyid Ali Olib o'lib ketsa, ikki el o'ttirsida ig'ir adovat paydo bo'ladiganligi. Oxirida buning dushmanlik, jangi jidalga sabab bo'ladiganligi Mirza Ulug'bekka tushunishlik edi. O'rda teviblari har xil amallarni qilib davolab boqqan bo'lsa-mu, Sayyid Ali Olibning kesilida faqatla yaxshilanish bo'lmadi. Yigit ussobli turadi.
yoz kunlaridagi Samarqandning dimiq havosi bilan ussuzlik uni to'xtamay qiynaydi. Bir kuni kechlik tomoq vaqtida Said Ali Olibning birdilla qimizga ko'ngli tortib qoldi. Xizmatkorga qimiz akilib berishni buyurdi. Uning kesilni davolashga mas'ul o'rdi tevipi qat'iy qo'shilmadi. Qimizning o'rniga sharbat ichsizlar, Amirzodam, dedi tevib. Navoda qimiz aks ta'sir berib qolsa, Mirzo Ulug'bek oliylarining oldida huddisidan chiqolmayman. Mening kesilim doğru kor qiladigan darajadan o'tib ketdi, dedi Said Ali Olib. Doğru kor qilgan bo'lsa, allaqachon saqayib ketgan bo'lardim. Elmo ko'p tirishchanlik ko'rsatib sabab qilishdilar. Endi o'z ixtiyorimga qo'ysinlar. Parhez taomlarni yeb, parhez ichimliklarni ichib qo'ymi zerikdim. Qimizga ko'nglim tortib turdi. Ichishimga ijozat bersalar, bir o'tlam ichib boqay. Mayli foyda qilsin, mayli ziyon qilsin, arminim yo'q. Navoda ziyon qilib qolsa, hargizmi janoblardan ko'rmayman. Tevib Said Ali Olibning kuchlik talabini rad qilishga amalsiz qoldi. Yana bir tarafdan o'ruqlab bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan Amirzodiga Tevibning ichi og'rib qolgan edi. Har qanday kasalning sababi bizdan, shifo tepishi Alloh taolodan. Mayli, ko'ngli tatgan bo'lsa, ichib boqsin. Birar o'tlam ichganga ziyon qilibmi ketmas. Erkinlik cheklangan bechora yigitning bunchalik talabini rad qilsammi bo'lmas. Balkim tabiatiga qimiz bir oz quvvat bag'ishlasa ajab emas. Amisa bir jamdan ortiq ishmisizlar. Bir jam qimizni Said Ali Olib bir tiniq tili ichivatdi. Muzdaq qimiz uningga bakli yoqqan edi. Qo'ymi esil qimizgan. Yana bir jam iltifot qilishga bo'ladimi, janobi tevib? Kechirsizlar, Amirzodam. Buguncha mushuniga shukr qilsizlar. Endi uningdan ortiq ichishtirga ijozat berolmayman. Said Ali Olib Tevibni tanqislikda qo'ymaslik uchun ortiqcha tirkashmadi. Kechalari 4-5 qitim qo'rsiga og'rib hojatga chiqilgan Amirzoda bu kechasi bir qitimla hojatga chiqdi. Tariti xeyli qo'yiq kelgan edi. Qo'rsiqimi ancha og'irmadi. Tevib bemorda yuz bergan bu alomatlarni anglab hayron qoldi. Ham ancha ishonmadi. Deganlari rostmi, Amirzodam? Meni aldayotmaydigandilar, ha? Sizlarni aldab nima qilay hozirdan? Ishonmasizlar, chiroyimga sapchilib boqsizlar. Tevib yigitning chiroyini inchiklik bilan kuzatdi. Tomirini tutib ko'rdi. Allohga 100 ming qatli shukr. Rostla mo'jiza yuz beribdi, Amirzodam. Kasallarning doğrusini o'zlari tepibdilar. Amisa bugun yana qimiz ichishimga ijozat berala. Albatta ijozat beraman, albatta. Undaq demisizlar, mas'ul bo'lguchi ish kun bor. Yo'qsa, Amirzodam, yo'qsa, tanlari to'limi ojiz. Jiq ichib olsalar, hargiz bo'lmaydi. Bugun faqat 2 jamni ichdilar. Amisa 4 jam ichay. Meni hijolat qo'ymasizlar, Amirzodam.
Her qandaq dora chakdan eshib kelsa, ziyon qiladi. Uchcham ichsam bo'la. Shundaq qilib, Said Ali Olibning hech qanday dori kor qilmagan kesiliga qimiz shifo bo'ldi. Bir oy ichida salla mazo saqayib, to'liq asliga keldi. Bu Mirzo Ulug'bek avatgan lashkarlar Qashqarga berib bo'lgan mazgil edi. Shu kunlarda Mirzo Ulug'bekni dadisi Shahrux Mirzo Yiratga chaqirtib yorliq avatdi. Mirzo Ulug'bekmu Yirat ordusiga berib dadisiga salom berish, Mavara Unnahirning saltanat ishlaridan ma'lumot berish tayyorligini ko'rib Said Ali Olibning sallamaza saqayganligidan xabar topgan Mirzo Ulug'bek Amirzodi Said Ali Olibga yetkazinglar. Men bilan billa Hirotga berishga hozirlansin, deb farmon qildi. Mirzo Ulug'bek Said Ali Olibning to'limi egiz ham baslik qaddi qomatiga, kamolatga yetgan jonbozlik mahoratiga to'limi havas qiladi. O'zining sarkardalari orasida ashundoq bo'y baslik, kuchtungur bahodirlarning yo'qligidan afsuslanadi. Shu topda uning Said Ali Olibni tuyuqsiz Hirot ordusiga birga elib berishdagi maqsadi Hirotdagi amir sarkardalarga Mo'g'ulistonda mushundoq bo'y baslik bahodirlar bo'lsa-mu, ularni bo'ysundirganligini, Qashqardagi katta shaharni tasarrufiga kirgizib, lashkar turg'izishga muvaffaq bo'lganligini, har qanday qudratli xon sultonlarning o'ziga teng kelolmaydiganligini bildirib qo'yish. Yana bir tarafdan, bir yildan beri tutqunlikda yashagan Said Ali Olibga do'stlik qo'lini sunib, ko'nglini moyil qilish. Aradagi g'um adovatni yuyish. Andin uni izzat ikrom bilan vataniga qaytirib, Qashqarda lashkar turg'izganlik sababidan iztirobga tushgan Mo'g'uliston sultoni bilan Ulusbegining ko'nglini amin topqizish edi. U Mo'g'uliston saltanatida huquq va imtiyozi xondan qilishmaydigan Ulusbegi Xudoydodning o'ynaydigan roliga ozroqmi sal qarmagan edi. Navrisini qaytirib bersa, Ulusbegi Xudoydodning o'zidan xush bo'ladiganligini, Qashqarni qaytirib olish uchun anchibak tirkishib ketmaydiganligini o'zicha tasavvur qilgan edi. Mirzo Ulug'bek Hirotga tezroq yetib berish uchun kech-kunduz to'xtamay yo'l yurdi. Ular Qarshi shahardan kechida o'tib ketgan edi. Bamdod namoziga yaqin Qarshi bilan Hirotning orliqidagi tog' bag'riga tushkun qildi. Cho'qqisi oppoq qor, bal va bog'lari qorag'ay, archa va allaqandoq tog' o'simliklari bilan bezalgan tog' bag'ri sutdek oydinda ajoyib go'zal ko'rinadi. Janub tarafdan asgan g'urg'ur shamol tog' gullarining hidini dimoqqa urib, kishiga ajoyib huzur bag'ishlaydi. Mirzo Ulug'bekning 500 nafar xos nökeri otlarni o'tqa qo'yib o'tib, yoy shaklida kuzatib turdi. Oshpazlar o'choq yasab qozon qumishlarini joylashtirishga, xizmatkorlar Mirzo Ulug'bek uchun joy rastlashga kirishdi. 7-anglatish. 2 kundan beriqi safarda Mirzo Ulug'bek bilan o'tgan kashgan ishlar va o'zlari qiziqadigan masalalar haqida kengtasha paranglashib, Mavara Unnahir va Farg'ona vodisining bu katta hukmdorining o'zi o'ylaganidek hadislar qilichidan qon tomdirib turadigan qonxo'r, shahvatparast, takabbur tojdor emas, balki saltanat ishlaridan ko'ra ilm ma'rifat ishlariga bakrak so'qman, al avomning g'imini yeydigan,
masalalar ustida olimlarga xos mulohiza yurgizadigan, talib mijoz odam ekanligini his qilgan Said Ali Olibning ko'nglidagi o'chmanlik o'tlari pastlab, adovat kirlari xeyli yuyilib ketgan edi. U chin yuragidan ko'ngil berib, o'tida kuygan ma'shuqi Zaynab bibini texicha unutolmagan bo'lsa-mu, taqdirga tan berishga majbur bo'lgan edi. Rostini aytganda, Said Ali Olib ma'shuqsiz oshiq edi. Uning ishqi firoqidan Zaynab bibining qilchilik xavri yo'q edi. Turpandagi vaqtda Said Ali Olib u Andijon guzulini tasaddibiy fursatda birli ko'rib oshiq bo'lib qolgan. Qizga ko'ngil sirini bildirishga fursat topolmagan edi. Uzoq o'tmay Mirza Ahmad Andijoni yurtiga ketmoqchi bo'ldi. Aldirab qolgan Said Ali Olib ko'ngil sirini buvisiga bildirishga majbur bo'lgan edi. Balkim Zaynab bibi Turpanda o'ziga kuygan bir yigitning borligini Ulusbegi Xudoydat elchiligiga borganda xabar topgan bo'lishi mumkin. Ammo bu nikoh ishiga uning maylining qandoqligi Said Ali Olibga texcha qorong'u edi. Chunki Turpandan Andijonga borguncha Mirza Ahmad Andijoni singlisini hech qanday bir nomahram bilan ko'rishishga imkoniyat bermagan edi. Said Ali Olibmu bo'lg'isi qiyni og'isining oldida adab saqlab ma'shuqi bilan ko'rishishga harakat qilmagan. Andijonga borganda hamini to'y qilib visoliga yetamangu deb o'ziga tasalli bergan edi. Afsus. Andijonga beribla ish uning orzusidagidek natijalanmadi. Said Ali Olib uchun amdi taqdirga tan bermaymi, amal yo'q edi. Zaynab bibi allaqachon Mirza Ulug'bekka to'qol bo'lgan. Atrofi qatma-qat qo'rshalgan haramga kirib bo'lgan edi. Mirza Ulug'bekning o'zini o'ldirmaganligini, ig'ir kasalga giribdor bo'lganligini anglab, zindondan chiqarib, orda teyiplarga davolatib, holidan xabar olganligini. Shu topda bir tutqunga emas, bir sarkardiga muomala qilgandek muomala qilib, Hiratga birga elib ketayotganligini o'ylab, Said Ali Olibning Mirza Ulug'bekka bo'lgan qarashi xeyli o'zgargan edi. Gerçi chin yuragidan sevgan yorini tortib olib, yigitlik g'ururini dafsanda qilgan bu hukmronni ancha yoqtirib ketmasa-mu, qalbidagi o'shmanlik, adovat ushqunlari sustab qolgan. Uning o'rnini apu, hurmatdan iborat kirimsan bir tuyg'u olgan edi. Mirza Ulug'bek yo'l bo'yi uningdan Ulusbegi Xudoydatning ahvolini so'rab mangdi. Mo'g'ulistonning u buyuk sarkardasiga bo'lgan hurmatini, qoyirligini bildirdi. Sizlarning baboyi buzurglari bo'lmish Ulusbegi Xudoydat hazratlari haqiqatan vafo, sadoqat ahlidir. Uning To'g'liq Temirxon oliylarining kichik xonzodasi Xizr Xo'jaxon oliylarini tog'isi Amir Qamariddinning qirg'inidan saqlab 12 yil yo'shirib holidan xabar olganligi, keyin Mo'g'uliston taxtida o'ltirg'izganligining o'zila jahonda man degan odamlarning qo'lidan kelmaydigan katta sadoqatmanlik va mardlikdir. Afsus, bizning Samarqand taxtigoyimizda o'l zotdak sadoqat ahlini kunduzi chiroq yiqibmi topqili bo'lmaydi. Said Ali Olib Mirza Ulug'bekning og'zidan buvisining fazilat ta'riflarini anglab, to'limi suyundi. O'zini faxrlik his qildi. To'g'ri. Bu Mirza Ulug'bek qanday hukmdordir? Hozirgi gap so'zlardan nökar, xizmatkorlarga qilgan siliq sipoy muomalasidan birovning so'ygan yorini tortib oladigan shahvatparast, qonxo'r hukmdor ekanligiga
ishongisi kelmaydi u kishining. Ishonmay desam, Zaynab bibi hozir uning harimida. Shu topda uni o'ltirib etish, bir yillik dard hasratimning, payxon bo'lgan yigit g'ururimning o'chini ilish tamoman qo'limdan keladi. Ammo hozir nimishqa shundoq bir raqibimga nisbatan ko'nglimdagi o'chmanlik, adovat tuyg'ulari yo'qolib ketdi. Yoki meni sehrlayapamdi ya. Shundoq Zaynab bibini u kelib tortib olmadi. Biroq Zaynab bibini uningga tortib qilib, umrlik baxtimni vayron qilgan Andijon amri uning qo'l ostidagi baglardan-ku. Biroq bergan sovg'atning egisini kelish manbayini so'ramay qabul qilaveradigan ish nada bor? Ana avu osmon gumbizining oqirishga boshlagan tarafida turg'ini Zuhra Yulduz. deb Sayyid Ali Olibning delg'ul xiyollarini bo'ldi Mirza Ulug'bek. Sayyid Ali Olib xiyolidan cho'chib bosh ko'tardi-da, Mirza Ulug'bek ko'rsatgan tarafga bo'yindob qaradi. Ammo Mirza Ulug'bekning ko'rsatganining qaysi yulduz ekanligini farq etolmadi. Obdanroq qarsila Amirzodam. Ana Zuhra Yulduzdan yuqoriroqda. Sal nerede turg'ini mushtari yulduzi. Mirza Ulug'bek kecha osmoniga qarab havas bilan so'zlaydi. Munajjimlarning deyishicha, Boboi Bozrug Amir Temur soyib qiran hazratlari bu ikki yulduz bir-biriga yaqin kelgan yili tug'ilgan ekan. Sayyid Ali Olib samimiylik bilan ig'iz ochdi. Kechirgaylar on hazratim. Kaminalarining falakiyat ilmidan faqatli xabarim yo'q. Hech qisi yo'q. Falakiyat ilmi har qanday odam osonlikcha o'rganib oladigan ilm emas. Deydi Mirza Ulug'bek osmon gumbizidagi tumanlagan olmoslardek charaqlab turgan yulduzlarga so'q bilan qarab. Mirza Ulug'bekning kunduzi ko'proq orom ilib, kechasi yo'l yurishi yulduzlarni tomosha qilib bilish uchun ekanda. Tova, jahondagi odamlarning havisi qismi bo'ladi ekan. Ana qarasizlar, ang ustida ko'mtirilgan cho'mishga o'xshaydig'ini Dubbi Akbar yulduzlaridir. Uning yana 7 qaroqchi yulduz turkumi deydigan nomi bor. Uningdan sal pasrakdikisi. Xuddi chechivatgan zardak valildavatqini Samon yo'li. Uning sal ostidiroq, xuddi cho'g'da kelinjab turg'ini O'kar. Sayyid Ali Olib Mirza Ulug'bekning so'zlarini ko'ngil qo'yib anglaydi. Osmon gumbizining ishorat qilgan tarbiga san qo'yib qaraydi. Lekin Mirza Ulug'bek ko'rsatgan yulduzlarning qaysiligini bilmaydi. Uning nazarida Mirza Ulug'bek osmondagi oshu sanoqsiz yulduzlarning hammasining nomini, sir hikmatini biladigandek edi. Uningga Mirza Ulug'bekning so'zlari to'limi sirliq, to'limi qiziqarliq tuyg'u beradi. Bir yillik ashaddiy raqiblar 2 kunda ana oshundoq yiqilishib ketgan edi. Ochiqroq qilib aytganda, Mirza Ulug'bek cho'nqur bilimi, kang nazar doirasi, jahon ishlariga bo'lgan hikmatlik mulohizalari, fasohatlik nutqi, katta olimlarga xos xushfe'l, kamtar xuy mijazi, siyliq sipoyi muomalasi bilan Sayyid Ali Olibning ko'nglini ram qilib olgan edi. Bamdod namozini o'qish uchun muzdek buloq suyida tahorat elib, ko'rpadek yumshoq chimliq ustiga silingan chaqqong'ini silchi joy namozga chiqqan Mirza Ulug'bek beliqning qo'rsiqidek oqirishga boshlagan ufqqa qarab qo'yib, yenidagi nökar beshiga nazarni oqtirdi.
İnsicin yo'q bu tog' bag'rida uncholar qattiq qo'riqchilik qilish behojatdir. Bomdodning vaqti qistab qoldi. Nökerlar darhol tahorat olg'ay. Bomdod qazo bo'lib ketmasin. Andın Seyit Ali Alipga qarab. Tahorat ilib oldimi amirzodam? Dedi. Tahorat ilib oldim ona hazratim. Dedi Seyit Ali Alip. 2 kundan beri dalada namoz o'qish to'g'ri kelib qolsa, Mirza Ulug'bek o'zi imom bo'lib beradi. Barliq amir nökerlar, hatto oshpaz xizmatkorlargacha Mirza Ulug'bekning kaynida turib namoz o'qiydi. Mirza Ulug'bek 5 vaqt namozni qat'iy qazo qilmaydi. Xondan farmon olgan nökerlar darhol qurol-yaroqlarni tashlab tahorat ilishga tutindi. Mirza Ulug'bek hamrohlarining tahorat ilishini kutib, joy namozda yukinib o'tirganicha kahrivo tasvisini serib durud o'qishga boshladi. Nökerlar tarat pishirish uchun tog' bag'rining tuvan tarbiga, do'ng chatqonlarning kayniga ketishgan edi. Dal shu chaqda qandoqdir bir xavfni sezgan otlar ansiz pushqurib kishnashga boshladi. Otlarning ansiz pushqurishi Mirza Ulug'bek bilan Seyit Ali Alipni jiddiylashtirdi. Ular das o'rnidan turdida atrofga huduqib qaradi. Yo'lvoz! Ixtiyorsiz boshqini to'g'livatdi Mirza Ulug'bek. Seyit Ali Alipning burkutninkidek o'tkir ko'zlari archa chatqonlar orasidan o'zlariga qarab kelayotgan yo'lvosni allaqachon ko'rib ulgurgan edi. Bu yetilgan erkak yo'lvos bo'lib, bo'y basti xeyli egiz. Beshi buqining beshidan cho'ng edi. Shu daqiqada Mirza Ulug'bekning chiroyi vahimadan tatirib ketgan bo'lib, yo'lvosga tikilgan ko'zlari chekchiyib qolgan. Butkul a'zoyini qori tar bosgan edi. Turgan joylaridan hargiz medirni misli oliylari. Seyit Ali Alip shundoq dedi-da, boya namoz o'qish uchun joy namozga chiqishdan avval namoz o'qiganda putlashmasin deb, joy namozdan neriroqda qo'yib qo'ygan yo bilan sadoqni chaqmoq tezligida qo'liga oldi. Bu chaqda yo'lvoz ularga 15-20 qadam yaqinlab qolgan edi. Yo'lvoz kechidan beri o'q topolmay ijirqab ketgan bo'lsa kerak, yiqmasdan ularga qistab kelyotdi. Seyit Ali Alip chaqqonlik bilan bir tal o'qni oldida yoning kirichini kuchab tortdi. Ving qilgan sado bilan tang o'q yo'lvozning ko'krigiga qadaldi. O'q zarbisiga bardoshlik berolmagan yo'lvoz g'azab bilan hurkirab nari tortdi. Ana shu qisqagina daqiqada Seyit Ali Alipning otgan ikkinchi o'qi yo'lvosning yo'g'on ichilgan og'zidan kirib qoniga sanjildi. Endi g'aljirlashgan yo'lvoz g'azab bilan ularga qarab etildi. Bu daqiqada yo'lvozga 3-o'qni etish imkoniyati yo'q edi. O'zlarini chatga olsalar, ona hazratim. Seyit Ali Alip shundoq deginicha Mirza Ulug'bekni chaqqonlik bilan bir yonga ittirib-da, yeniga esilgan g'ilobdan xanjirni shartdi chiqarib, atchillik bilan engishdi-da, ko'klab kelgan yo'lvosning qo'rsqig'i zarb bilan xanjar urdi. Yo'lvosning qorni yerilib ketgan edi. Eg'ir zarbiga uchragan yo'lvos yerga xuddi tam yiqilgandek tushdi. Amir Seyit Ali Alip chaqqonlik bilan yo'lvosning ustiga minib, so'l qo'li bilan yo'lvosning beshini mahkam besib turib, bo'yniga orqa-orqadan xanjar urdi. Xeylili tipirlab boqqan yo'lvos tishlarini hinkaytqanicha xartildab yer qasidi. Uninggacha yo'lvosning hurkirganini anglab yugurishganicha yetib kelgan nökerlar Mirza Ulug'bekning salomat ekanligini ko'rib, Xudoga shukr deyishganicha yengil nafas ilishdi. Yerda suvnaylanib yotgan yo'lvos bilan qo'li va kiyimlari qonga bo'yalgan Seyit Ali Alipga ham hayronlik,
ham qoyillik nazari bilan qarashdi. Lekin Mirza Ulug'bekning totirib ketgan chiroyiga qarab, hech kim zuvon surishga pedin olmadi. Xudoga shukr, Said Ali olib jinimizga ori turdi, dedi bir oz esiga kelgan Mirza Ulug'bek zuvonga kelib. Ol yirtqich o'zlariga zarar yetkazmagan-da Amirzodam. Iltifotlarga rahmat. Salomat turibdiman ona hazratim. dedi Said Ali olib xanjirdagi qon yo'qini yo'lvosning tuklariga surtib turib. Mirza Ulug'bek suzilishga boshlagan tongga bir qarab o'tib, atrofidagilarga bo'sh buyruq qildi. Chaqqan bo'linglar. Namoz bomdod qazo bo'lib ketmasin. Said Ali olibga qarab kuyingan holda. Kiyimlarini chaqqan almashtirib olsinlar Amirzodam. Qon yo'q kiyimda namoz maqbul bo'lmas. Namozdan keyin Mirza Ulug'bekning chiroyi xeyli echilib qolgan edi. Xizmatkorlar birdamdala yo'lvosning terisini so'yib ulgurdi. Bu chaqda oshpazlar noshliq tayyorlab bo'lgan edi. Ular ozoda paranglashqach noshta qilishdi. Albatta, parangning temisi yo'lvos va yo'lvosni o'zi yolg'iz o'ltirgan Said Ali olib ustida bo'layotdi. Ilgari yo'lvos o'g'lab baqqanmidlar Amirzodam? So'radi Mirza Ulug'bek. O'g'lab baqqan. Lekin bugungidek yolg'iz o'g'lab baqmagan. Baboyi buzrukka agishib, lo'q, Torim vodlarida bir qancha navbat yo'lvos o'g'lab baqqan. Anglasam, Torim yo'lvosinimi bakli yirtqo'sh deyishidir. Shundoq. Jo'g'i bu tarafning yo'lvoslaridan chag'roq bo'lgani bilan to'limi vahshiy keladi. O'g'limaq tas. Bu yo'lvos terisi muhtaram Xaqoni Said Alilarga ilib boradigan katta sovg'imiz bo'ladigan bo'ldi, ana hazratim. dedi Mirza Ulug'bekka hamroh bo'lib, Hiratga mangan amirlardan biri Xushomat Go'yliq bilan. Bu g'animat Said Ali olibga taalluqdir. Uningda bizning qilchilik haqqimiz yo'qdir. Yo'qsa oliylari, hargiz undoq demagaylar, dedi Said Ali olib tavozu qilib. Oliylari qeshimda turib, madad bergachkilar, u vahshiy yo'lvos ustidan g'olib kelishga muvaffaq bo'ldi. Bilmadik, Xaqoni Said oliylari ushbu arzimas sovg'imizni qabul qilarmikin? Qabul qiladi. Janobi padari buzurgimiz yo'lvos o'g'lashqa to'limi erisman. Ordusida o'zi o'g'ilgan yo'lvoslarning terisi esiqliq. Nemishqidir nashtiga o'ltirgandan beri Mirza Ulug'bekning o'y fikri bir yerda emasdek. Ko'nglini allaqandoq g'am andishi chulg'ib olgandek qiladi. Turib Said Ali olibga chandurmay qarab qo'yadi. Haqiqatan bo'ybastiga loyiq polvon desa polvon degichiligi bor bahodir azmat ekan. Boya uning yo'lvos bilan ilishgan shijoatiga qaraganda rasmiy niyati buzilib qolsa, mening bu 500 nafar xos navkarim uningga hargiz tankilanmagidek. Ya Xudo, yo'lvosning balosidan qutulganim bilan yo'lvosdimi yomon bir bahodirni yenimda ilib yuribdiman emasmi? Degi qurol yaroqlar bilan ajab ehtiyot qilmoqdiman desa, uningga nemishqa shuncha ishinib, qurol yaroq bilan yenimda turishiga yo'l qo'ygandiman. Bu mening g'aflatda qolganim emasmi? Nemali degan bilan men uning so'ygan mahbubini tortib olgan raqibiga oxir. Navoda niyatini buzsa, bir tal o'q yoki bir xanjar bilan ishimni putirmamdi. Uni bunda qilmaydi deb kim huddi qila oladi? Texi uning otsini
Qashqardan qo'g'lab chiqargan Xo'ja Sharifga ko'mak bo'lib, Qashqarga lashkar avatganimdan uning zinhor xabari yo'q. Navoda bu ishdan xabar tepib qolsa, qalbidagi o'chmanlik o'tlar qaytadan kuchayib, niyatini buzishi aniq. Zinhor g'afil bo'lma, Muhammad To'rg'ay. G'avolit uyqungdan uyg'on. Darhol bir qarorga kelib, amal top. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Undaq bo'lsa, darhol Samarqandga chaparman mang'uzaydi. Ilib orqamizdan yasson. Navoda Amirzodaning Samarqandga borgandan keyin Hirotga kelgis kelmay qolsa, zinhor olsoldi bo'lmay, Samarqandda turavergan. Hey, bu xon sultonlarning avon bilan kari yo'q.